Endi tomga loy shuvoq qilmaymiz, undan 2 barobar yengil bo'lgan pena shuvoq qilamiz. Juda ham yengil, qishda yozda salqin bo'ladi. Kvadrati 35 mingdan 55 ming so'mgacha joyiga qarab gaplashiladi. Loy shuvoqdan o'lsa o'ligi ortiq ekan do'stlar. Agar yog'och chirib ketadi, nafas ololmaydiganlarga dimoxodlarni qo'yib ketilar ekan. Ag'ini ham hisob olingan. Vassani ustidan kartonmi, bo'zmi, qora qog'ozmi nima bo'lsa shuni hisob akalar ishni bitirib ketishaverar ekan. Juda tez bo'ladi, kuniga 300 kvadratgacha qilib berishar ekan. Hurmatli do'stlar, biz bugun Andijonga kelganmiz. Andijonda eng baland binolarning birini tomini ustida turibmiz. Tom shu vaqt kerak emas, somon shu vaqt kerak emas deyapmiz. O'shani originaliga keldik. Xullas, xuddi shu xizmatni Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent bo'ylab ko'rsatishyapti akalar. Narxigacha hozir aytamiz. Xullas, birinchi qulayligini aytib o'tamiz buni. Qaranglar. Oddiy vassa, mana vassalik deydi, nima deydi? O'shani ustiga xohlaganlar qora qog'oz beryapti ekan, xohlaganlar manaqa kiygizga o'xshagan utupleniya qilib turar ekan, xullas. Issiq sovuqda ushlab turadigan material beryapti ekan. Yana kimdirlar karton beryapti ekan. Oq bo'zda sobam ustidan quyib berishaveradi. Kvadrati 35 ming so'mdan boshlanar ekan. Ya'ni qalinligiga qarab 5 santimetrligi, loyda 2 santimetrlik qalinlikdagisidan og'irligi bir xil tushar ekan. Misol uchun 5 tonna joyga loyni surtasangiz 2 santi bo'ladi. Bu 5 santi bo'lar ekan. Narxi 35 ming so'mdan kvadratiga. Undan tashqari bu issiqlikda, sovuqlikda yaxshi ushlaydi. Nima desa bo'ladi? Termo izolyatsiya qilib turadi. Ketdik. Ustakamiz borlar, ustakamiz bilan muhandislarni yaqindan tanishtirib o'tamiz. Hormang ustaka. Assalomu alaykum. Kechirasiz, mashina taqib qo'yamiz aka. Eng baland joydamiz hozir Andijonda. Qanday bo'lyapti aka? Yaxshi bo'lyapti aka. Vassani ko'rsatsa bo'ldi ekan sizlarga. Ha, vassa bo'lsa, bizga mana bunaqa material olib berishsa, endi buni o'rniga karton bilan bo'z ham olib beryapti ko'pchilik. Endi tagiga nima olib bersa shuni solamiz. Qora qog'oz ham bo'laveradi. Qora qog'oz ustiga bo'z, nima olib bersalar shuni solaveramiz. O'zi mana penani quygandan keyin bir-biriga anaqa sveska bo'lib qolar ekan, o'zi ham. Ushlab turaverar ekan. Sovuq yaxshi. Ish bitishlari ham tez bo'ladi. Unaqa eng muhimi shu beyda hozir. Ha, suv bilan elektr bersa, material olib bersa bo'ldi. Qolgan xizmatlari, bunga ketadigan gipsi, sementi, qo'shimcha narsalarni o'zimiz olib borib qilib beramiz. 10-15 ta odam hashar chaqirib, paqirdi bo'lib. Yo'q, 3 kishi yo 2 kishi yo 4 kishi uzoq qilib qo'yadi bu ishni. Kuniga 300 kvadratgacha quyapman dedingiz. Ha, 300 kvadrat plitani ustiga 300 kvadrat turadi. Endi mana vassali joylarga 150 shunaqa